4250 dollarga bitgan ishimiz. Vapshe bomba bo'ldi. Hatto 13 metr masofada 13 ta burchak bor. Darvozaxonamizda 3,5 metr, uzunligi 32 metr, bu yerga 340,5 kvadrat tunika ishlatildi. Mana narsasi ichida 4250 dollarga mana shu obyektimiz batamom bitti. Assalomu alaykum hammaga. Kamina usta Abdulloh jamoamiz bilan tunika fon xizmatlari, tashqi fasad, kirisha, traventin, sokol, xullas kalom xalqqa xizmat qilish bilan shug'ullanamiz. Navbatdagi ishimiz azizlar Samarqand viloyati Pazarg'om tumani Chortutda Nurmat akamizning xonadonida Olimjon ukamizning uyini chotki qilib tunika fon qildik va shu ishimiz bomba bo'ldi. Eng qizig'i uyda sokullari tugagan, ablisovkalari tugagan, xuddi bir uzukka ko'z qo'ygandek bo'ldi. Sizlarning fikrlaring nima deysizlar? Agar sizlarga qiziq bo'lsa, batafsil ma'lumot beraman. Video roligimiz oxirigacha ko'ring. Agar ishimiz yo'qsa, usta yigitlarimizning hurmati, mehnati bitta-bittadan bepul like'lar ayamaysizlar. Qani bo'lmasa boshlaylik. Hali ham obuna bo'lmasdan kuzatayotgan bo'lsangiz, hozir obuna tugmachasini bosib qo'ying. Ushbu obyektimizning eng ahamiyatli jihati 13 metr masofada 13 ta burchak bor. Darvozaxonamiz esa uzunligi 32 metr, eni esa 3,5 metr. Mana shu joyda batamom bitishligi 4250 dollarga bitdi. Agar video roligimiz sizlar uchun qiziq bo'lsa, videoni oxirigacha ko'ring. Biz sizlarga batafsil ma'lumot beramiz. Oxirroqda esa ushbu obyekt nech pulga bitganligi haqida ma'lumotlar beramiz. Agar ishimiz yoqsa like bosasiz, hali ham obuna bo'lmagan bo'lsangiz, hozir obuna tugmachasini bosib qo'ying. Biz esa boshladik. Xo'p, azizlar, Olim ukamiz xonadoni juda ham chiroyli qilingan. 13 metrga 13 ta burchak. Tepani ko'rsang, burchaklar. Mana bir boshdan boshlang. Mana shu burchaklarda usta akamiz hafsala bilan, sabr bilan mahoratini ko'rsatdi. Sizlar ham bir usta yigitimizda, usta akamizda mahoratini ko'rib, konkret yoqqan bo'lsa, bepul like'lardan bosib yuboringlar. Bu video rekka chiqish kerak. Xudo xolasa, biz nima deydi? Keraksiz narsalarga ko'pchilik like bosadi. Yo'q, haqiqiy mana shu usta mahoratiga like bossanglar, xudo xolasa arziydigan narsalar. Bu yerda ko'rib turganlaringizdek tunika fonimiz oppoq rangga bo'lgan, hamma joyi bir xil, faqat o'rtasidagi belbog'larini tillor nirjavekadan qilganmiz. Sababi nirjaveka rangi uchib ketmaydi. Keyin dutili variantda qilganmiz, 90 gradusli. Mana shu uyimizning tashqi fasadiga, uyimizning devorlariga mos tushganmi, yo'qmi? Izohlarda yozib qoldiringlar. Albatta biz buni inobatga olamiz. Endi esa ichkani ko'rsaman. Ketdik. Ushbu uyimizni ko'rdingizlar. Tashqarida kazirogi bor, ichkarida kaziroglar, mana bu ayvon, ikkita kichkina koridorcha. Mana katta ayvonimiz 3,5 metrga 32 metr. Xullas, mana shu joyda batamom bitishligiga qancha tunika ishlatildi? Bu yerga 340,5 kvadrat tunika ishlatildi. Bundan tashqari 202 dona yulduzcha ishlatildi. Bu yulduzchalarimiz 3D high-tech variantdagi 8 qirrali tullo rangli yulduzchalar. Bundan tashqari 40 ta mana bu oynadan qo'yildi. 40 ta oynadan qo'yildi. Keyin 7 ta vodostoyka o'rnatildi. Xullas, mana shu narsani hammasi ichida 7 ta vodostoykasi, oyna, hamma narsasi ichida 4250 dollarga mana shu obyektimiz batamom bitti. Agar sizga ham mana shunaqangi tunika fon xizmatlari kerak bo'lsa yoki fasad qismlari kerak bo'lsa, traventin, sokol, bruschatka, kirisha xizmatlari kerak bo'lsa, bizda eng mahoratli ustalar bor. E'tiborli jihati shundaki, biz usta yigitlarimiz, bizning jamoamiz qadriyatli yigitlardan tashkil topgan. Ya'ni bu eng birinchi o'rinda mijozni roziligiga alohida e'tibor qaratamiz. Inson qo'li bordi bitta ikkita xato kamchiliklar bo'lsa, muhokama qilib o'tirilmasdan joyida muhokamalar, o'sha e'tirozlar hal qilinadi. Muhimi o'sha mijozni rozi qilishlikda qaratilgan. Yigitlarimiz ham juda professional yigitlar. Bizda bir qancha jamoalar, guruhlar bor. Agar sizga ham xizmatlarimiz qiziq bo'lsa, siz ham bizga tunika fon xizmatlari yoki tashqi fasad xizmatlaringizni ishonib topshirsangizlar, inshaalloh ishonchingizni oqlab, chiroyli qilib topshiramiz va oila a'zolaringizni ko'zi ko'rganda quvnaydigan qilamiz. Agar siz bizni musofirdan kuzatayotgan bo'lsangiz, Telegram, WhatsApplarimiz ishlab turibdi. Pastdagi raqamlar orqali bizga bog'lanib, buyurtma berishingiz mumkin. Bizni kuzatishda davom etinglar.